Hürmetli kuzatuvchilarimiz, salonumuza 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 mashinamiz geldi. Sotib berara, mashinamizga yumshoq polonlar qo'yilgan. 2020-yil salon holatlari ham zo'r holatda mashinamizni. Chekolari pokiza bo'lib turibdi. Bosib o'tgan masofalar 68.000 kilometr yurgan. Mashina kraskalari 100% toza. Bemalol ustalaringizga ko'rsatib, tekshirtirib, xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz chiroyli etib, Kuyumchiskadan chiqib turibdi, 68.000 kilometr yurgan. Motor holatlari yaxshi. Pullarni kulish tegmagan. Abezlari bor. Mashina ikkinchi pozitsiyada, abezlar ham bor. Konditsionerlar ishlab turibdi mashinamizda. Metan gazlar ham bor. 4 yumshoq polon yaqinda ustanib ketilgan ekan, qo'yilgan ekan mashina. Mashinamiz holatlar zo'r. Metan gazlar ham bor. Bagajlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bagajliklari. Zapaskilari mana ses joyida turibdi. Do'stlar, mashinamizning narxi 110 milyon so'm aytilishi, 108 milyon so'm bo'lsa beramiz. Metan gazi bor. Oldindan 27 milyon bilan kreditga chiqadi mashinamiz. 27-28 milyonlar bilan kreditga chiqadi. Oylik to'lovi 2 milyon 800, 2 milyon 900 ming so'mlardan chiqib boradi. Plus 8 milyon notarius gaylaringizga pul kerak bo'ladi. Şu mashinani olishlaringiz uchun o'zlaringiz bartera mashinalaringiz bo'lsa, uni ham hisoblab olamiz. Savdo qilamiz. Narx pulga kelishtirib beriladi ustunda. Gelib ko'rib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz Bog'ot aka avtosavdo salonimizda sotuvda turadi.